Bir savolda o'qiymiz. Uglerodning absolyut massasini aniqlang. Avogadro sonini e'tibor bering. 6 10 darajasi 23 deyapti. Ozgina yaxhitlab beryapti. Ya'ni 6,02 10 darajasi 23 emasda 6 10 darajasi 23. Bu yaxshi. Ozgina nollarni tashlab yuboryapti. Yaxhitlab beryapti sizga Avogadro sonini. Demak, uglerodni absolyut massasini topish uchun biz uglerod 12 ku nimasi? Nisbiy atom massasi 12. Shu 12 ni bo'lishimiz kerak Avogadro soniga. 12 ni bo'lamiz 6 10 usti 23 ga bo'lamiz. 6 ni 12 ni 6 ga bo'lsak 2 chiqadi. 10 darajasi 23 tepaga chiqqanda minus 23 bo'lib qoladi. Ya'ni mahraja turibdi. Suratga olib chiqqanimizda 10 darajasi minus 23 grammga teng bo'ladi. Ya'ni 2 10 darajasi minus 23 gram ekan uglerodni absolyut massasi. Bu juda ham kichkina son. Mana bunda yozsak bo'ladi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 gram ekan. Ya'ni bitta uglerod atomining og'irligi mana shuncha gram. Tasavvur qildinglarmi qanchalik kichikligini? Shuning uchun biz absolyut massani hisoblamaymiz. Nisbiy atom massa bo'yicha masalalarni hisoblaymiz. Lekin absolyut massani bugun topishni o'rganamiz. Bugungi mavzu shunga qaratilgan. Lekin kelajakda absolyut massa bo'yicha hisob-kitoblar qilinmaydi. 2 ga o'tamiz. Agar shu oddiy masalani ham, bo'lib qo'yish amallarini ham bajarmasangiz, siz bu yerda o'qishingiz kerak emas. Bo'ptimi? 2 C5H6 ning absolyut massasini, ya'ni haqiqiy massasini aniqlang deyapti. Endi murakkab modda berilyapti. C5H6. 12 ni 5 ga ko'paytirsak 60, 6 ni qo'shsak 66. 66 ni Avogadro soniga bo'lishimiz kerak yoki massa atom birligi 1,66 10 darajasi minus 24 ga ko'paytirishimiz kerak. Avogadro soniga bo'lish osonroq. 10 darajasi 23 ga bo'lamiz. 66 ni 6 ga bo'lsak 11, 10 usti minus 23 gram kelib chiqadi. Javob ekanmi? Yo'q. Minus 20. Javob. B javob ekan. Ketdik. 3/1. Absolyut massasi 16 10 darajasi minus 23 gram bo'lgan element atomini aniqlang. Demak, absolyut massa berilyapti. Nisbiy atom massani topishimiz kerak ekan. Buning uchun biz absolyut massani 16 10 darajasi minus 23 ni gramni ko'paytiramiz 6 10 darajasi 23 ga ko'paytiramiz. Ko'paytirganimizda darajalari bir xil bo'lgan sonlar ko'paytirilganda, asoslari bir xil bo'lganda darajalari qo'shiladi. Ya'ni minus 23 ga plus 23 qo'shsak 0 bo'lib ketadi. Demak, bizda 16 ko'paygan 6 qolyapti. 60 unga 36 ni qo'shsak 96 gramli element bo'lar ekan. 96 gram, 96 o'zi, ya'ni bu davriy sistemada massasi 96 bo'lgan elementni qidirasiz. Nisbiy atom massasi 96 bo'lgan element molibden degan elementga to'g'ri kelar ekan. Qiyin emas ekan. 4/1 ga o'tamiz. Absolyut massasi 3 10 usti 23 bo'lgan modda formulasini toping deyapti. Demak, modda degandan keyin birza murakkab modda ekan. Murakkab moddani ham shu faqat murakkab moddaniki AR deyilmaydi-da, MR deyiladi. Murakkab modda bo'lsa, MR ni topish uchun absolyut massa 3 10 usti minus 23 gramni ko'paytiramiz Avogadro soniga 10 darajasi 23 ga. Bu doimiy son. O'zi asli 6,02, lekin masala tuzgan odam 6 ga ko'paytirsa ham chiqaradigan qiymatlarni tanlagan. O'zi 6,02 bo'lish kerak shu, ha? Ba'zida 6 10 darajasi 23 yoki 6,02 10 darajasi 23 deb keladi. Xo'p, ko'paytirganimizda mana bu darajalari qisqarib ketadi. 6 kara 3 18 gram bo'lgan, massasi 18 gram bo'lgan moddani qidiramiz. Demak, bu kimga to'g'ri keladi? Massasi 18 suvga to'g'ri keladi. Demak, A javobdagi moddani molekulyar massasini hisoblasangiz 18 ga to'g'ri kelaveradi. 5/1. Absolyut massasi 4,5 10 darajasi minus 23 bo'lgan moddaning molyar massasini aniqlang. Yana kelyapti. Ishlab qo'yaverasiz buni. 6/1. Molyar massasi 15 gram taqsim mol bo'lgan moddani absolyut massasini aniqlang. Demak, absolyut so'rayapti. Qandaydir X moddani molyar massasi 15 ekan.
15 ni birinchi ishga o'xshatib 6 10 usti 23 ga bo'lamiz. Nisbiy atom massasi 15 ekan-ku. 15 ichida 6 talikdan 2 ta bor. Ikkitasi 12 bo'ladi. 3 qolyapti. 3 ni 6 ga bo'lsak yarim, 2 yarim. Demak, buni qiymati 2 yarim ko'paygan 10 darajasi minus 23. Mana bu daraja tepaga chiqqanda minus bo'lib chiqadi. Suratga chiqqanda. Demak, massasi, absolyut massasi 2 yarim 10 darajasi minus 23 degan javobni olamiz. 6/1 ga. A javob ekan-a? Hop, 7/1 da absolyut massa berilyapti-da, molyar massa so'ralyapti. Buni ishlab qo'yaverasiz. 8/1 ga o'tamiz. Savolni o'qing. 8/1 da. Uglerod N, ya'ni Sn deb berilyapti. Absolyut massasi 12 10 darajasi minus 22 bo'lsa, n ni qiymatini aniqlang. Avogadro soni 6 10 darajasi 23 deb qabul qilinsin deyapti. Demak, absolyut massa bor ekan, nisbiy atom massani topib olamiz. Buning uchun ko'paytiramiz. Demak, nisbiy atom massasini topamiz. 12 10 usti minus 22 ni ko'paytiramiz 6 10 darajasi 23 ga. Endi qisqartirishimiz mumkinmi? Masalan, bunda qisqartirib bo'lib ketyapti, tashlab yuboryapmiz. Bunda qisqartira olmaymiz. Chunki bu minus 22 bu-chi 23. Ha, xo'p, mayli, qisqartiraveramiz. 22 23. Bunda 1 qolib ketyaptimi? Bu 1 degani, 10 darajasi 1 degani 10 degani. Agar 10 darajasi 2 qolib ketsa 100 degani. Agar 10 usti 3 qolib ketsa 1000 degani. Endi 12 ni 6 ga ko'paytiramiz 72. To'g'rimi? 72 ni maytdagi bitta 10 ga ham ko'paytiramiz. Ya'ni bu bunday bo'lyapti. 12 ko'paygan 6 ko'paygan 10 darajasi 1 bo'lyapti-da. Şimdi 23 da 22 si mana bilan qisqarib ketdi, 1 qoldi-da bu yerda. 12 ni 6 ga ko'paytirsak 72, 10 ga ko'paytirsak 720 gram ekan. Demak, uglerodni nechta uglerod atomlari 720 gram keladi. Bitta uglerod atomi, mana bitta uglerod nech gram? 12 gram. Bizda 720 gram chiqdimi? 720 gram bu nechta uglerod degani? 60 ta. Demak, 60 ta uglerod atomlaridan tashkil topgan ekan. Demak, S 60 bo'lgan ekan. Mayga 60 qo'yib qo'ysam bo'laradimi endi? Fullerin bo'lgan ekan-da. Nomi shart emas bu yerda. 8/1 ga javob 60 degan javobni olamiz S. 9/1. Savolni o'qiymiz. Sx H6 ning absolyut massasi 13 10 darajasi minus 23 gram bo'lsa, x ni qiymatini aniqlang. Avogadro soni 6 10 darajasi 23 ga teng deyapti. Demak, noma'lum moddani Sx H6 absolyut massasi 13. Demak, biz molekulyar massasini topib olamiz buni. Molekulyar massani topish uchun absolyut massani Avogadro soniga ko'paytirishimiz kerak. Nimaga Mr? Nimaga bularda R? Chunki R oddiy moddaga nisbatan, mana R oddiy moddaga nisbatan, murakkab moddaga nisbatan esa Mr ishlatiladi. Bizda bu murakkab moddaligi ko'rinib turibdi, shuning uchun Mr deb yozsangiz yaxshi bo'ladi. 13 10 darajasi minus 23 gram ekan. Shuni ko'paytiramiz 6 ko'paygan 10 usti 23 ga ko'paytiramiz. Buni 2 ga qisqarib ketaman deyaptimi? 6 kare 13 60 78 mi? Ha? Demak, massasi 78 chiqar ekan 6 kare 13. 78 dan mana bu 6 degan aniq-ku. 78 dan 6 ga 6 gram vodorodni ayirib olsak, 72 gram uglerodga qoldi. Bitta uglerodning og'irligi 12 bo'lamiz. Buni 12 ga bo'lsak, uglerodlar soni nechtaligi kelib chiqadi? Demak, 6 ta uglerod bo'lgan ekan. Formulasi S6H6. Mana shuni og'irligi 78 ga teng. Hisoblab ko'rsangiz ham bo'laveradi. Buning uchun uglerodlar soni nechta bo'lishi kerak deb so'rayapti-da. Osonmi? 7 ta ham bo'lishi mumkin, 8 ta ham bo'lishi mumkin uglerod. 11. Savolda aytilyapti. 8 dona magniy atomini massasini aniqlang. Avogadro soni 6 10 darajasi 23 ga teng. Magniyning formulasi qanday bo'ladi? Mg. Bilib oling, magniyni
24 gram magniy deymiz-ku. 24 gram magniy bo'lish uchun 6 10 üstü 23 ta atomi 24 gram bo'ladi. Magniyning nisbiy atom massasi 24 a. Nechta magniy atomlari 24 gram bo'lar ekan? 6 10 darajasi 23 ta atom 24 gram. Bizda so'rayapti 8 dona magniy atomi nech gram bo'ladi deyapti. Bu ko'rinib turibdi, o'zi aqlga sig'maydigan darajada juda ham kichkina son. 8 ta magniy atomini og'irligini topib berchi deyapti masalada. Nima qilamiz? Xo'p, 24 ni 6 ga qisqartiradigan bo'lsak, 24 ni 6 ga bo'lsa necha qoladi bu yerda? 4 bu yerdachi? 1. 8 kara 4 32. Demak, bu yerdagi son 32 taqsim 10 darajasi 23 chiqadi. Yoki bu sonni biz 32 taqsim 10 darajasi 23 demaymizda, 10 darajasi 23 ni suratga olib chiqargan bo'lsam, 32 ko'paygan 10 darajasi minus 23 bo'lib chiqadi. Demak, shuncha gram bo'lar ekan. Nechta atom? 8 ta magniy atomi 32 10 darajasi minus 23 ga teng bo'lar ekan. Endi qarang. Bizda mabodo bu savol, bu javob bo'lmasa-chi? O'zi asli shu javob. Lekin javobning ko'rinishi boshqacha bo'lishi mumkin. Mana bu narsa sonning asosi deyiladi. Mana bu esa sonning darajasi deyiladi. Sonlarni standart ko'rinishda yozish qoidasi bor matematikada. Sonni asosi kichraysa, daraja kattalashadi. Ya'ni men bu sonni boshqacharoq ifodalashim mumkin. 3,2 10 üstü asosni kichraytirdim. 32 ni 3,2 qildim. Daraja esa kattalashadi. Ya'ni minus 23 dan bir birlikka kattaroq son yoziladi. Bu minus 24 mi? 22. Kim aytdi 2 deb? To'g'ri. Ya'ni 3,2 bu kichraydi, daraja esa kattalashdi. Minus 22 bu kattaroq son. Minus 23 dan minus 22 katta. Bir xona asosda bir xona kichraytirsang, daraja bir xonaga kattalashadi. Tushunarlimi? Yo sizda bu ko'rinishda yoki bu ko'rinishda javob beriladi. Ikkovi ham bir-biriga teng. Bu ham bitta narsa. Ya'ni 100 ni yozish o'rniga yoki 1000 sonini yozish o'rniga sen 10 darajasi 3 desang ham bo'laveradi. 10,000 sonini yozish o'rniga 10 darajasi 4 desang ham bo'ladi. Ikkovi bir-biriga teng narsami? 10 üstü 4. 10 darajasi 4 so'm berib turing. 10 darajasi 4 so'm berib turing degani 10,000 so'm. 10 darajasi 4. 10 darajasi 4 degani 40 degani emas. 14 marta ko'paytirilgan. Demak, mana bu sonni boshqacha ko'rinishi bu ekan. Javobda qaysi biri bor? Birinchisimi, ikkinchisimi bor? Birinchisi bormi? Bekor shuncha og'zimni og'ritib gapirib o'tiribman ekan. A javob to'g'ri bo'lish uchun daraja necha bo'lish kerak edi? Minus 22 bo'lganda A javob ham to'g'ri bo'lardi. Ya'ni A javob bilan B javob bir xil bo'lib qopti-yu degan signalda javob berardingiz. Demak, B javob olaveramiz ekan hozir bizda mana bor ekan. Mana o'chiraverasizlar, qiynamay miyanglarni. Shu bor ekanmi, shuni olaverasiz. 11/1. Nechta kislorod atomi 8 10 darajasi minus 23 gram keladi? Kislorod atomi formulasi qanaqa? A. Xo'p, kislorod atomining massasi necha? 16 gram. Nechta kislorod 16 gram keladi? 10 darajasi 23. Ajoyib. Demak, 16 gram kislorod bo'lish uchun 6 10 darajasi 23 ta atom shuncha gram keladi. Har qanday davriy sistemadagi elementlarning nisbiy atom massasi bu ularning 6 10 darajasi 23 ta atomi shuncha gram keladi degani. Masalaning shartida savolga qarang. Masalaning shartida 8 10 darajasi minus 23 gram nechta atom bo'ladi deyapti. Ya'ni gramda tagiga gram yozing. Ko'pchilik Muhammad Yusuf 8 10 darajasi minus necha edi? Minus 22 midi? Minus 23 midi? Minus 23 da ko'pchilik. Mana gramni, yani 8 10 darajasi minus 23 gram nechta atom bo'ladi desa, gramni bu darajani tagiga yozib qo'yadi. Yo'q, gramni gram tagiga yozishingiz kerak. Uni orqada ko'rinishi qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar. Darajali son ko'rinishda bo'ladimi u? Yoki kasr ko'rinishda beradi bu sonni? Farqi yo'q. Farqi yo'q. Biz gram tagiga gram yozishimiz kerak. Demak, bizning masalamiz shartida 8 10 üstü minus 22 gram kislorod nechta atomi shuncha gram keladi deb so'rayaptimi?
Yana qaytaraman. Ko'pchilik mana sonni ko'radi-da, mana Avogadro sonni tagiga yozib qo'yadi. Masalan, shartda grammini beryaptimi? Gram ekanmi? 8 10 usti minus 23 gram deganmi? 16 gram tagiga yozishingiz kerak. Ha? Tushunasizmi? Endi nima qilamiz? Endi bunday qilamiz. Qarang. Darajalarni bir xil qilib olsangiz, qisqarish oson bo'ladi. Ya'ni mana 6 emasda nima? 23 ha bo'ldi, o'zi 23 bunda qisqarib ketaveradi. Ko'paytirganimizda minus 23 bilan plus 23 qisqarib ketadi. 16 dan 8 necha marta kichkina? 2 marta. Demak, 6 dan ham 2 marta kichkina son. Demak, 3 ta atom, 3 ta kislorod atomi 8 10 darajasi minus 23 gram ekan. Tushundingizmi? Oson narsa. Yana qaytaraman. Buni bu yoqqa yozib, bu yoqda so'rab qo'ymang, adashasiz. Men sizni bilmasam, sizni qana xato qilishingizni bilmasam, qayta-qayta aytmayman. Shunaqa xato qilmang deyapman. Sizdan kattalar qilib bo'lgan uni. 12/1. Qaysi atomning ikkita atomi 16 10 darajasi minus 23 gram keladi. 12/1. Demak, qandaydir atomni nechta atomi? 2 dona atomi 16 10 usti minus 23 gram kelyapti ekan. Nechta atomi? 2 atomi. Biz bu qaysi atomligini bilish uchun doim Avogadro sonicha atomni qancha kelishini bilishimiz kerak. Ya'ni ikkita atom shuncha kelsa, 6 10 darajasi 23 ta atom nech gram keladi desak, mana shu gramga qarab qaysi elementligini aniqlashimiz mumkin. Buning uchun nima qilamiz? Mana bu yana ko'paytirib, bu yoqqa ko'paytirib, bu yoqqa bo'lishimiz kerak. Qisqarib ketsa, 6 2 dan nech barobar katta? 3 barobar katta. Proporsionallik qoidasiga ko'ra 3 barobar katta bo'lsa, 16 dan ham proporsiya qoidasiga ko'ra 3 barobar katta son 48 gram keladi. Demak, 1 moli 48 gram bo'ladigan element davriy sistemadagi elementni qidirasiz. Bu titan elementiga to'g'ri keladi. Tushunarlimi? Ikkita massa atom birligi necha gram bo'ladi deyapti 10^1 da. Bir massa atom birligi nechiga teng hozirgi kunda? 1/66 10 darajasi minus 20 minus 24 gramga teng. Endi 2 massa atom birligi qanchaga teng desa, shuni 2 ga ko'paytirib qo'yasiz. 3/32 10 usti minus 24 gramga teng. Mana javob. 14/1 ga o'tamiz. Savolni men bilan teppa-teng o'qing. Bilaman, mendan kallangiz kuchli emas. Menga yetib oling. Mendan ancha orqada qolib ketsangiz, tushunmay qolasiz nima ishlab berganimni. Men gapirayotganda qara deganda qarang, yozma deganda yozmang, yoz deganda yozing. Yoz deganda yozmay o'tirish ham bo'lmaydi. Teppa-teng ishlang. 14/1 nechta massa atom birligi 4,98 10 usti minus 24 gramga teng bo'ladi. Yana mana uni teskarisi. Bir massa atom birligi 1,66 10 usti minus 24 gram bo'lsa, 4,98 10 usti minus 20 to'g'rimi? Minus 24 massa atom birligi necha massa atom birligi bo'ladi deb so'rayapti. Menimcha 3 massa atom birligi bo'lsa kerak-a? 3 massa atom birligiga teng bo'ladi. Ketdik. 15/1. Qaysi element atomlarining absolyut massasi 0,5 10 usti minus 23 ga farq qiladi? Qaysi elementlarniki deyapti. Demak, biz massa nisbiy atom massa farqini topish uchun 0,5 10 usti minus 23 gramga farq qilsin deyapti. Shuncha gramga farq qilsin. Bu haqiqiy massalarning farqi berilyapti-da. Haqiqiy massalarning farqi 0,5 10 darajasi minus 23 ekan. Biz nisbiy atom massalari qanchaga farq qilishini topa olishimiz kerak. Uning uchun buni Avogadro soniga ko'paytirib olamiz. Ya'ni nisbiy atom massalarining farqi qancha bo'ladi desa, 6 10 darajasi 23 ga ko'paytirishimiz kerakmi? Ko'paytirganimiz mana bular qisqarib ketib 6 kara 0,5. Demak, nisbiy atom massalari ikkita elementning nisbiy atom massasini farqi necha gram bo'lishi kerak ekan? 3 gram bo'lishi kerak ekan. Javoblar juftligini qo'yib ko'ramiz. A javobda kim berilyapti? Litiy bilan beriliy ekan. Litiyning massasi davriy sistemada necha? 7. Beriliynik necha?
9mi? 9. 9. Demak, Berliniki 9, Litiniki 7. Farqi qancha bo'lyapti? 2. Bizga nechiga farq qilish kerak shular? 3 ga farq qiladigan elementlar juftligini topishimiz kerak. B javobdachi. Natriyning massasi 23, magniyning keyingisi? Magniynik nechi? 24. Nechiga farq qilyapti? 1 ga. Demak, bu ham emas ekan. C javob qo'yib ko'ramiz. Berli bilan magniy. Berlinik 9midi? Magniynik 24. Farq ko'payib ketdi. 15. D ekan achaman. Magniy bilan 23 bilan, 24 bilan alyumin 27. Farqi 3. Demak, mana shu javobimiz to'g'ri ekan. Nisbiy atom massalarining farqi 0.5, absolyut massalar 0.5 ga -23 grammga farq qilar ekan. 16/1 ga o'tamiz. 16/1 emas, 16/2 ni ko'raylik. 16/1 o'zingizlar ishlab qo'yasizlar. A moddaning molekulyar massasi 180, molyar va absolyut hajmlarini aniqlang. Zichligi 3 10 daraja 3 ekan. Avogadro soni 10 darajasi 23 ga teng ekan. Molyar hajmini topish uchun va absolyut hajmini topish uchun. Birinchi molyar hajmni topib olamiz. 16/2. Hajmni topish uchun nima qilish kerak? Kechagi aytib bergan formulam. Hajm topish uchun bir pas esdan chiqdimi? Massani hajmga bo'lasiz, bittadan 3 ga bo'laman. Ha, massani hajmga emas, o'zi hajm topishimiz kerak-ku. Massani zichlikka bo'lamiz, deng. Massani zichlikka bo'lsak, hajm kelib chiqadi. Birinchi molyar hajm topib olaylik. Ya'ni molyar massasi 180 bo'lsa, zichligi 3 bo'lsa, 180 ni 3 ga bo'lsak, demak 60 zichligi detsimetrmidi? Gram taqsim santimetr. Bu degani millilitr degani. Demak 60 millilitr ekan. 60 millilitr kelyapti. Bu uning qanaqa hajmi desa, bu uning molyar hajmi. Molyar hajmi. Endi absolyut, ya'ni haqiqiy hajmini so'rasa, endi buni Avogadro soniga ham bo'lib qo'yamiz. Bu molyar hajm. Endi absolyut hajmini topish uchun, absolyut hajmni topish uchun oxirgi ish mana shu sizlar uchun yangilik bo'ladi. 60 millilitrni Avogadro soniga bo'lamiz. Ya'ni biz maytda bo'ldik-ku mana. Nisbiy atom massani Avogadro soniga bo'lsak, nisbiy atom massa kelib chiqdi. Endi molyar hajmni Avogadro soniga bo'lsak, absolyut molyar hajm absolyut hajm kelib chiqadi. 6 darajasi 23 ga bo'lamiz. 60 ni 6 ga bo'lsak, 10 ko'paygan 10 darajasi 10 daraja tepaga chiqqani minus bo'lib -23. 10 darajasi 10 ko'paygan 10 darajasi -23 millilitr yoki mana 0 ni tepaga chiqarib yorsak, buni biz 1 ko'paygan 10 darajasi -22 millilitr desak ham bo'ladi. Xohlasa buni bersin javobda, xohlasa buni bersin. Menimcha tepadagi javob bo'lsa kerak. 60 ga 10 degan javob bormi? 10 yo'q. 60 ga A variant ekan. A variant ekan. Endi mana shu yergacha sekin yozib olsanglar. To'xtanglar. Stop. Hozir stop bo'ldimi mana? Keyingilari nazariy ekan. Qarang. 17/1. Ha deb tursanglar bir pas o'tib ketadi. O'tgan darsda tushuntirganman bu birliklarda. Xo'p, to'g'ri javobni aniqlang deyapti. A javob. MR ni nima deb o'qiymiz? Murakkab moddami? Ha? Nisbiy molekulyar massa. Nisbiy degan so'z bo'ladi. Qaydan olyapmiz? R borligidan. Agar katta M ni o'zi bo'lganda molyar massa derdik. MR mi nisbiy molyar massa deymiz. Tushunarlimi? O'qiyapman. A javobdan. Nisbiy molyar massa vodorodniki 1 gram taqsim mol. Noto'g'ri bu fikr. Bu noto'g'ri bu javob. Nimaga? R borligida MR bo'lganda hech qanaqa birlik bo'lmaydi. Masalan, uglerodda nisbiy atom massasi 12 bo'ldi shu. 12 gram taqsim mol emas. Suvni ham molyar massasi nechi? 18. U yog'ida birlik bo'lmaydi. Birligi to'g'ri, 1 degani to'g'ri. Birligi noto'g'ri, ya'ni gram taqsim mol degani xato. Demak, A javobni so'roq qilib qo'yasiz yoki X qilib qo'yasizmi yoki ustamda chizib qo'yasizmi? Hozir qiling shuni.
Qiling kitobga. B javobni ko'ramiz endi. Nima uchun xatoligini bildinglar-a? Agar bitta R harfi bo'lmaganda A javob to'g'ri bo'lardi. Ya'ni molyar massani birligi gram taqsim molda. Bga o'tamiz. MA nima degani? Massa absolyut degani. Massa absolyut natriyniki 23 ni uglerod birligiga ko'paytiramiz. Ha, bu to'g'ri. Mana qarang, xohlagan elementni absolyut massasini topmoqchi bo'lsak, Azbetga men buni oldin yozib berdim. Nisbiy atom massasini uglerod birligiga ko'paytirishimiz kerak. 1.66 10 darajasi minus 24 ga ko'paytirsak, haqiqiy massasi kelib chiqadi. Mana shu javob to'g'ri. B javobga bitishga qo'ying. Bu fikr to'g'ri ekan. Endi S ni ko'ramiz. S ni nimasi xato? Qarang, AR nima degani? AR nima degani? Absolyut massa. Yo'q, absolyut massa emas. Nisbiy atom massa. Nisbiy atom massa kislorodniki 16 massa atom birligi deyapti. Bu to'g'rimi, noto'g'rimi? Bu noto'g'ri. Qarang, R bormi? 16 dan keyin hech bola bo'lmasligi kerak. MB kerak emas, o'sha yerda xato bo'lib qolgan. R ni ko'rdingizmi? R dan keyin hech narsa bo'lmasin bu yog'ida. Tushunadingmi? Xato. Unga ham chiziq tortib qo'yamiz yoki noto'g'ri degan belgi qo'yib ketamiz. D ni ko'ramiz. D da nima berilyapti? MA nima degani? Massa absolyut ftorniki 19 ko'paygan NA deyapti. Ya'ni o'rtada ko'paytiruv belgisi bor, u yozilmaydi matematikada. Masalan, 2x bo'lsa 2 ko'paytiruv x yozmaydi. 2x deb qo'yadi. O'rtada ko'paytiruv bor deb tasavvur qilasan. Demak, bu yerda 19 ko'paygan NA emas, naborot 19 ni NA ga bo'lishimiz kerak. Ya'ni 19 taqsim NA deganda to'g'ri bo'lardi. Ftorning absolyut massasi nima deyish kerak edi? 19 taqsim NA deganda to'g'ri bo'lardi. Taqsim yo'q, o'rtada ko'paytiruv bor, bunday qilib qo'ygan. Mana shu bitta chiziq tushib qolganligi uchun bu savol, bu variant, bu berilayotgan birlik noto'g'ri. Tushundikmi? To'g'risini yozib qo'ying, bo'lmasam bu yog'iga 19 taqsim NA bo'lganda to'g'ri bo'lardi. S javobda 16 ni o'zi bo'lganda to'g'ri bo'lardi. A javobda 1 da o'zi bo'lganda to'g'ri bo'lardi degan o'zingizga bitta signal qilib yozib qo'ying. Yozing, uka, siz nima yozmayapsiz? Kitobga yozing, daftarga yozing demayapman. Kitobda o'zing javobini to'g'rilab qo'ying. O'yetdik. Keyingisini ko'ramiz. Men balki 2 tani tahlil qilib berarman, balki 3 tani. 4 5 6 7 ga fikr kelish kerak sizda. Ashanda o'zlashtirgan, o'rgangan bo'lasiz. Bo'lmasam foydasi yo'q. 100 tani men ko'rib bersam ham 101-ga fikr kelmasa u qiyin. Agar siz 2 tani domla ko'rib berdimi, ikkinchisiga sizga fikr kelyaptimi? Siz o'ylang. O'sha mendan nimadir chiqadi deb tasavvur qilib ko'ring. O'zingizga 5 bahoni qo'yib ko'ring. Fikr kelmayotgan bo'lsa, unda to'xtab bir o'ylab ko'rishingiz kerak. Yo, kasbni o'zgartirish kerak yoki fanni boshqa domlaga yoki boshqa fanga o'zgartirish kerak. Ko'pincha domlani o'zgartiradi bolalar shunda. Lekin foyda bermaydi. Ketdik. 17-2. Yana shunday beryapti. To'g'ri javobni belgilang. A javobni tahlil qilamiz. Nima deyapti A javobda? Molyar massa. Endi R yo'g'a nisbiy degan so'zda ishlatmaysiz. Molyar massa vodorod 1 gram taqsim mol. To'g'ri bu. Endi shunchaki sizlarga o'rgatish uchun BCD ni ham ko'rib chiqamiz. Nima uchun BCD xato? Ko'rib chiqamiz. B javobda massa absolyut natriy, ya'ni natriyning absolyut massasi 23 gram. Yo'q. Ya'ni bu javob qarang, B'ga qarang, savolga qarang. Natriyning absolyut massasi 23 grammi? Ya'ni bitta natriy atomi, o'zi atom qanaqa kichkina? 23 gram keladimi? Yo'q, kelmaydi. Va mana shu ham 20 gram chiqmaydi. U aytayapti, bitta natriy atomi deyapti. Ya'ni boshda yozdim-ku absolyut massa nimaligini. Bitta natriyning haqiqiy massasi 23 gram deyapti. Yo, unaqa emas, to'g'rimi? Tanga deyapti. Bitta natriy tanga deyapti. Yo'q, u atomni ko'rib bo'lmaydi-ku, juda ham kichik son bo'ladi. U gramligi noto'g'ri. 23 taqsim NA deganda to'g'ri bo'lardi. 23 ko'paygan U deganda to'g'ri bo'lardi. Ya'ni uglerod birligi deganda to'g'ri bo'lar edi. Xato bu savol. Shunday tahlil qilamiz buni. Ketdik. S javob tahlil qilamiz. Nima deyapti? Nisbiy atom massa kislorod, ya'ni kislorodda nisbiy atom massasi 16 taqsim U deyapti. Xato. Qanday bo'lganda to'g'ri bo'lardi?
Suratini o'zmagan. Ko'paytirilganda, ya'ni kislorodni massa absolyuti 16 U deganda to'g'ri bo'lardi. Ya'ni 16 U degani uglerod birligi. 16 ko'paygan 1.66 10 darajasi minus 24 deganda to'g'ri bo'lar edi. Mana 1.66 10 darajasi minus 24 ni yozib o'tirmasdan U deb qo'yiladi. Uglerod birligiga ko'paytirish degani. Bu xato ekan. O'rtada drop borligi uchun xato. D javobni ko'ramiz. Massa absolyut ftorniki 19 ko'paygan ena. Ko'paytirilgani, u endi ko'paytiruv qilib qo'ygani xato. Bo'luv bo'lish kerak edi. Ya'ni mana bunday holatda bo'lganda to'g'ri bo'lardi. Taqsim ena bo'lganda to'g'ri bo'lar edi. Tushunarlimi? Endi bo'ldi, o'chirib qo'yasiz mana shu yergacha. 17 ga 3 ta tahlil qilasiz. Sizlar tahlil qilib berasiz.